Vatanda o'lim bor desa, islom desa, keyindan mangadigan, shu yerga jannat beradigan ko'rinadigan kishilar bugun kunimizda islomga bo'lgan ishonchini yo'qotmoqda, hatto islomdan nafrat qilmoqda. Hatto islomdan nafrat qilmoqda. Lekin biz o'zimizning iymoniga, islomiga, diniga bo'lgan ishonchni yo'qotib, boshqalarga havas qilg'ili boshlagandan tortib xorliqqa yuzlandik. Ey Habab, sizlar oldirab qilyapsizlar. Biz ba'zida uchrayotgan zulmlar, vatandan kelayotgan har xil shum xabarlarga qarab, bu zulm qachon oxirlashadi? Allohning va'da qilgan yordami qachon kelar? Ajaba biz haqiqat ustida emasmi? Haq din ustida emasmi? Nima uchun Alloh taolo bizga yordam bermaydigando degan xiyollarga kelamiz. Chunki biz inson sabrsiz keladi. Lekin Alloh taolo Qur'oni Karimda "Va kana haqqan alayna nasrul mu'minin" Mu'minlarga bizning yordam berishimiz haqiqatdir, haqdir deydi. Xo'sh, unda bo'lsa biz mu'min tursak, ya'ni o'zimizni mu'min deb atgan tursak, nima uchun Allohning yordami bizga kelmaydi? Biz ilgirki darslardagi sahobalarning hayoti qaragan vaqtimizda o'zimizni biz mu'min degan bo'lsak-mo, texi o'zimizning haqiqiy komil mu'min bo'lmaganligimizni his qila olamiz. Chunki bizmi ana shu sahobalar ishongan Allohga ishondik deymiz. Sahobalar ishongan payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomga, Qur'onga iymon keltirdik deymiz. Lekin bizning iymonimiz bizni ana shu sahobalarga o'xshash harakat keltira oldimi? Alloh cheklagan ishlarni to'siya oldimi? Alloh buyurgan ishlarga ma'ng'uz oldimi? Sahobalar jannat bilan bishorat berilgan bo'lsa-mu, hargiz ko'payib qolmadi. Namoz o'qidim, zakot berdim, haj qildim, xayr-saxovat yo'llariga pul xarjladim deb ko'payib qolmadi. Balki hayotining oxirigacha iymonning talabi nimani taqozo qilsa, uningdan bosh tortmadi. Iymon ig'izimizda men mu'min, men Allohga ishonaman deyish bilan bo'lmaydi. Iymon isbot talab qiladi, amaliyat talab qiladi, harakat talab qiladi. Biz Allohga, Muhammad alayhisalomga, Qur'onga ishondik deydi ekanmiz. Chuqum u ishongan zotning so'zini, ishongan payg'ambarimizning so'zini amaliyatimizda ko'rsatishimiz kerak. O ishongan Alloh, biz ishongan Qur'oni Karim nimaga buyurgan bo'lsa, uni qilishimiz kerak. Agar biz ishondik deb qo'yib, Allohning buyrug'iga parvo qilmasak, Alloh cheklagan ishlarni o'zimizga tortmasak, Alloh buyurgan ishlarni qilmasak, bu iymon bizga hech qanday asqatmaydi. Dunyoda bu bizni azizlikka erishtirib olmaydi. Allohning yordamiga loyiq qilolmaydi. Chunki Alloh taolo Qur'oni Karimda "Va la tahinu va la tahzanu va antumul a'launa in kuntum mu'minin" agar sizlar mu'min bo'lsanglar, ya'ni sahobalar aytgandek iymon etsanglar, g'am qilmanglar, andish qilmanglar. Ya'ni sizlar kelgan zulmlarga qarab, hargiz andish qilmanglar. Sizlar chuqum g'alaba qilasizlar deydi. Eg'izinglarda mu'min bo'ldik deb qo'ysanglar emas, haqiqiy mu'min bo'lsanglar. Yana bir oyatda Alloh taolo "Va kana haqqan alayna nasrul mu'minin" mu'minlarga bizning yordam berishimiz haqiqatdir deydi. Eg'izda men mu'min, men Allohga ishonaman deb qo'yib, amaliyatda harakatga o'tmagan, Alloh cheklagan ishlarni keyingi yanamagan kishilarga emas, haqiqiy mu'minga. Xuddi sahobalardek iymon etgan mu'minga Allohning yordam berishi haqqi bor deydi. Hatto Alloh taolo musulmonlarga yordam berishim haqiqatdir demasdan mu'minlarga deydi. Chunki musulmonlik mu'minlikdan bir daraja tuvan turadi. Chunki mu'minlik iymonimiz nimani taqozo qilsa, uni beralsak, nega boshlasa, shuningga mang'alsak, biz haqiqiy mu'min bo'lgan bo'lamiz. Ana shu vaqtda bizga Allohning yordami keladi. Tarixda ko'rdik, sahobalarga keldi, sahobalardan keyingi tabiinlarga keldi. Toki Osmonli xalifaligi yiqilgan qadar musulmonlar ustunlikni egalladi. Lekin biz o'zimizning iymoniga, islomiga, diniga bo'lgan ishonchni yo'qotib, boshqalarga havas qilg'ili boshlagandan tortib xorliqqa yuzlandik. Qachoniki biz butun ishonchimizni, ya'ni islom bizni g'alabaga erishtirib oladi, dunyoda bizni aziz qila oladi degan bu ishonchga, bu iymonga kelgan vaqtimizda Alloh taolo bizga cho'qim yordam qiladi. Lekin biz ig'izimizda o'zimizni mu'min, Allohga ishonamiz deb qo'yib, boshqalarni cho'ng bilsak, boshqalardan azizlik izlasak, hargiz Allohning yordamiga loyiq bo'lolmaymiz. Butun azizlik islomda, butun g'alaba mu'minda bu xil keskin ishonchga, keskin iymonga keladigan vaqtimizda shu vaqtda Allohning yordamiga loyiq bo'lamiz. Biz Alloh talab qilgandek iymon etmay turib, Alloh talab qilgandek musulmon bo'lmay turib, ajaba musulmonlarning ahvoli chekinib ketdi desak, insof qilmagan bo'lamiz. Chunki atrofimiz qaydigan bo'lsa, o'zini musulmon deyotgan davlatlarning ahvoli nihoyatda xarob. Nega qarasa musulmonlar zulmga uchrayotgan. Chunki biz haqiqiy mu'min bo'lan bo'ldik. Ya'ni mukammal, komil Alloh talab qilgandek sahobalardek iymon aytolmadik. Bizlar emas, islom dunyosidagi umuman musulmonlarning hammasi saxtalar qarabmandi. Ya'ni iymon faqat ig'zimizda qoldi. Iymonimizning taqozosiga asosan harakat qilmadik. Shuning uchun musulmonlarning ahvoli xaroblashdi. Shunga biz Alloh talab qilgandek iymon etmay turib, ajaba biz mu'min tursak Allohning bizga yordami kelmadi deyishga haqqimiz yo'q. Oldidan biz Alloh talab qilgandek bir iymon aytaylik. Iymonimizning taqozosi bo'yicha bir harakat qilib boqaylik. Alloh yo'lida jinimizni, pulimizni ayamay bir xarjlab boqaylik. Uyimizni xarjlagandek, bolalarimizni xarjlagandek islom yo'liga pul xarjlab boqaylik. O'zimizning kelgusidan andisha qilgandek, islomning kelgusidan, musulmonlarning kelgusidan bir andisha qilib boqaylik. Pul tepishga tirishgandek, pul tepish uchun net shahar atlagandek, islom
uchun, iymonimiz uchun net shahar atlab baqaylik. Ana shu vaqtda bizga Allohning qanday yordam qilganligini ko'zimiz bilan ko'ramiz. Shuning uchun biz Allohning yordami bizga qachon keladi deyishdan ilgari biz Alloh talab qilgandek mu'min bo'ldikmi? Iymonimizning taqozosi bo'yicha yashadikmi? Islom kallamizda bormi? Islomning g'ami, musulmonlarning andisi bizning zehnimizda bormi, yo'qmi? Bunu bir özümüzden so'rab baqaylik. Agar biz Alloh talab qilgandek mu'min bo'lgandan keyin har xil zulmlarga uchragan bo'lsak, shuni bilaylikki, Alloh taolo bizni buyuk bir vazifaga qo'ymoqchi. Mana biz bugun tunishib chiqmoqchi bo'lgan Habbab ibn Ert ana shu eng qiyin sinoqlarga duch kelgan. U sinoqlarga duch kelishi hargizmi Alloh taoloning unga yordam qilmaganligi, tashlayotganligi emas, balki Alloh taolo uni buyuk vazifalarga hozirlaganligidan iborat. Bu haqiqatni bu sahobaning hayotida ko'rib yetalaymiz. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning davrida Makka da Habbab ibn Ert ismli bir sahoba bor edi. Bu kishi payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomga eng burun iymon etgan 10 kishining birisi edi. U tumirchilik qiladi, ya'ni qilich suqab sotadi. Shundaqla qilich suqashda nihoyat mahir edi. Lekin Habbab ibn Ert Makkaning sirtidan kelgan Makkaga ko'chman edi. Shuning uchun u iymonini nihoyat maxfiy tutdi. Lekin u iymonini shuncha maxfiy tutgan bo'lsa-mu, uning bir kuni namoz o'qiyotganligini bir mushrik ko'rib qoldi. Uni himoyasiga olgan mushriklarga xabar qilib qo'ydi. Uni himoyasiga olgan mushriklar Habbabni chaqirdi. "Ey Habbab, biz seni iymon etdi, Muhammadga ishondik deb anglaymiz-ku. Bu rostmi?" dedi. Bu savolga duch kelgan Habbab, "Yo'q, iymon etmedim" deb yushib oltamasdan, "Ha, men iymon etdim. Allohning payg'ambari Muhammadga iymon etdim. Allohga hech qanday shirk qo'shmayman, musulmon bo'ldim." Sirtdan kelgan Makkada yavaş yashaydigan bu ko'chman yigitning o'zining himoyachilari oldida qo'rqmaslik bilan, "Ha, men Muhammadga ishondim. Sizlar ibodat qilayotgan butni men iloh deb qaramayman" degan bu jasorat kelishidan ular hayron qoldi. Va ular bu Muhammad ilib kelgan din kishilarni mushundaq jasorat qilib o'tadi ekan. Bizning qo'l ostimizda kishilarmi, texi bizning oldimizda tatta amasdan bizning ilohlarimizni til tekkizotdi. Shuning uchun biz Habbab ibn Artni shundaq bir jazolaylikki, Muhammadning hamrohlari uning qishidan qochib ketsin, mu'min bo'lganligiga, iymon etganligiga pushaymon qilsin deb plan tuzishdi. Shundaqla ular Habbab ibn Artni havo nihoyat issiq vaqtda kiyimini soldirib etib, uning urushining tumi kiyimlarini kuydirdi. Shundaqla qumliq o't qalaydi. O'tning cho'g'i tushgan vaqtida cho'g'ining ustiga ana shu temir kiyim bilan yotqizdi. Temir kiyimi qizib, badallari kuyab ketdi. Uning badanining go'shtlarini ko'ygan puroqlari purab ketdi. Habbab ibn Art nihoyat qattiq azoblandi. Mushriklar iymonidan yan. Hozir Muhammadni inkor qilsang, seni hozir qo'yib o'tmaymiz deydi. Habbab o'tning ustida ana shundaq vahshiylarcha qiynalgan bo'lsa-mu, la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh, Allohdan boshqa iloh yo'q, Muhammad Allohning elchisi degan bu gapida ching turdi. Mushriklar toki o'tning chug'i sug'ib, Habbab ibn Artning dumbisi yaning sovuqini sezgan vaqtida uni qo'ydi. Bu bir kun, bir oy, 2 oy davomlashmaydi, bir qancha yil davomlashadi. Ya'ni mushriklar har kuni issiqda Habbab ibn Artni qumloqqa chiqib, qumloqqa o't qalab, o'tning chug'i tushgan vaqtida uning ustida yotqizib, uning qusqug'i dassab, qopqili qo'ymay toki cho'g' suvan qadar mushundaq qiynaydi. Habbab ibn Art shuncha qiynalgan bo'lsa-mu, shuncha azoblangan bo'lsa-mu, iymondan aslo yanmaydi. Bu hikoya emas. Bu haqiqiy amaliy bo'lgan ish. Qo'lingiz o'tda azroq kuyib qolganligini bir eslab baqing. Haqiqatan cho'ng sinoq. Ular Habbab ibn Artni ana shunda qiynabmi, keyiniga yandira olmagandan keyin to'mirni qizitib, uning beshiga yoqdi. Uning beshidan tutunlar chiqdi. Habbab ibn Art azobdan nihoyat qattiq to'lab ketdi. Lekin iymondan yana yanmaydi. Hatta Habbab ibn Art azobning qattiqligidan necha qatim hushidan ketadi. Habbab ibn Art har kuni kun chiqqandan boshlab bu azobga duchor bo'ladi. Sahobalar payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom uning ahvolidan xabar topgan bo'lsa-mu, lekin uni qutuldira olmaydi. Chunki u davrda qabilning kuchi nihoyat zo'r edi. Bir odamni bir qabila himoyasi ostiga olgan bo'lsa, uningga boshqa odam cheqilanmaydi. Shuning uchun Habbabning azobi davomlashadi. Habbab ibn Art bu azobga oxiri chiday olmay, bir kun iskashda payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning qishiga keladi. "Ey Rasululloh, biz haqiqat din ustida emasmi? Alloh taolo bizga yordam qilmamdi. Sen Allohga duo qilsang, Allohning elchisi bo'lgandan keyin Alloh taolo bizga yordam qilsa bo'lmamdi" deydi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom bu gapni anglab chiroyi qizdirib ketdi va Habbabga, "Ey Habbab, sizlar aldirab qilyapsizlar. Ilgari o'tgan kishilar ichida Allohga ishongan kishilarni ilgirki kofirlar harda tirik tug'izib hardivatgan, to'mir tag'oqda bedallarini tarab, qiynab o'ltirayotgan. Savrchan bo'linglar, chidamchan bo'linglar. Shundoq bir kun keludiki, San'oddan yo'lga chiqqan karvon Hazramautga kelguchilik hech narsani qo'qmaydigan xotirjam kunlar keladi. Ya'ni musulmonlar hokimiyatining hammasini qo'liga olgan, islom bosh ko'tarib dunyoni xotirjamlik qoplaydi. Bu g'albidan bishorat beradi. Habbab dal bizning savolimizni payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomdan so'raydi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom Habbabga "Sizlar aldirab qilyapsizlar" dedi.
Yani Allah Taala sizlarni ajoyib bir cho'ng bir vazifaga tayyorlayotdi. Shundaq bir kunlar keladiki, san'atdan hazir mavqi kelgan Saudi karvoni xotirjam mangadi deganligi, shu yerlarning hammasi islom tuproqiga aylanadi. Musulmonlar, ya'ni sizlar bu yerga hukmronlik qilasizlar. Sizlar ana shundaq vazifa uchun tayyorlanyapsizlar, mashq qilyapsizlar. Allah Taala sizlarni tavlayotdi. Agar sizlar savarchan bo'lsanglar, bu qiyin mashqlardan o'tsanglar, imtihondan o'tsanglar, sizlar ana shu zaminlarga hukmronlik qilasizlar. Islomni shu yerlarga kengaytisizlar degan bu g'albidan bishorat beradi. Yani Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam bizga mi cevap veriyordu? Goya Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam Uygurlar aldırıp kılıvatsızlar. Sevir kılınlar. Allah Teala sizlerni bütün dünya qo'rqayotgan şu zalim tecavüzlerinin üstünden hükümran kılıdı. Eğer sizler sevirchen bolsanglar, chidamchan bolsanglar, Allah Teala sizlerge çuqum qalbi ata kılıdı. Lekin sizler aldırıp kılıvatsızlar. Sevirchen bolanglar. Habbab ibn Ert'in eslanlar. Bunun ilgili her dep öldürüp etilgen Allah'ın peygamberi Zekeriya, Yahya Aleyhisselam'ın eslanlar. Bu dünyada qiynalsanglar munayet az vaqt qiynalsizlar. Ama ebedi hayatınlar bolgan ahiret hayatını qo'ldan ketkizib qo'ymanglar, qaqshimanglar, iymoninglarni kendiga chekinmanglar, iymoninglarni mustahkam turinglar degandek tuyg'uni menga berdi. Haqiqatan shundoq deydi. Chunki Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ın sözleri zaman ve makandan çekilmesiga uchmaydi. Resulullah'ın sözleri biz uchun her bir savollarımızga javob. Darvaqa Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam Habbabga bu sözünü degandan keyin Allah Taala musulmonlarni, mu'minlarni Madinaga hijrat qilishga buyurdi. Mu'minlar bir-birlab Madinaga hijrat qiladi. Habbabmi u azobdan qutulib Madinaga chiqib, erkinlikning, hurlikning ta'min etdi. Va Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam bilan birga bütün cihatlarning hammasiga qatnashdi. Allah Taala Habbab ibn Ertga nəhayət uzun ömür bergan bo'lib, Hazreti Abu Bakr, Hazreti Ömer, Hazreti Osman'ın devricilik yaşaydı. Yani Hazreti Osman'ın devrinde Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam degandek bütün Paris zeminleri, Rim zeminlerinin köp kısmı İslam coğrafyasının aslı ötkenligiga özü şahit buludu. Allah Taala rast etti. Ve kâne haqqan aleyna nasrul mu'minin. Müminlerge yerden berişimiz haqiqatdir dedi. Ana şu müminlerge, yani imanı mustahkem turganlarga, şu qiyinchiliklarga sabr qilganlarga Allah Taala nusrat berdi. Yardım berdi. Şunun için biz herkes ümitsizlenmesimiz gerek. Allah Taala'nın bizni dünyada hiç kim uçurmagan bu zulüm uçuşturuşu, Allah Taala'nın bizni büyük bir vazife için bizni şallışı. Yani aramızdaki münafıklarını, yalgancılarını, imanı saxtalarını ayırışı. Mana bugün günümüzde vatanda ölüma dese, İslam dese, kendim mağdıgan, şu yerge cennet biridigan de küründigan kişiler bugün günümüzde İslam'dan so'p ketmekte, İslam'a bo'lgan ishonchini yo'qotmoqda, hatta İslam'dan nefret qilmoqda. Mana bu zulüm, bu qiyinchiliklar bizning Rasulullohning yolg'oni mushundoq ayiradi. Imonda mustahkam kishilar bilan, ya'ni buyuk vazifaga loyiq kishilar bilan imonda saxta yoki iymoni ojiz kishilarni mushundoq ayiradi. Xuddi bug'doy bilan samanni ayirganga o'xshash. Alloh taolo bu haqda Qur'on Karimda "Va lanabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirina va nabluwa akhbarakum." Biz sizlarning oranglardan mujahidlarni, ya'ni iymoni, jihadni taqozo qilsa, jihadga mang'alaydigan, pulni taqozo qilsa, pul bilan jihad qila oladigan, vaqtini taqozo qilsa, vaqtini shu islom yo'liga beralaydigan haqiqiy mujahidlarni va sabr qiluvchilarni, qiyinchilik kelsa qiyniga chekinadigan yoki qochadigan bundaq kishilarni emas, haqiqiy savrchan kishilarni bilgan qadar, ya'ni ayirgan qadar va nabluwa akhbarakum, va sizlarning ichki ahvolinglardan xabarda bo'lgan qadar. Ya'ni biz iymon etdik degan bu so'zimizga ishimiz o'xshashmi emasmi, rost iymon etdinglarmi, buni ayirgan qadar biz sizlarni imtihon qilamiz, sinaymiz, tavlaymiz. Ana shunda qiyinchiliklar bilan, ana shunda zulmlar bilan xuddi oltinni o't silib, uning saxtasini ayirganga o'xshash sizlarni ana shunda ayiramiz deydi. Bu Allah'ın sözü. Şunun için bilişimiz gerek ki bu zulümler, bu qiyinchiliklar bizni tavlavadı. Allah Taala bizni bu tavlaşda, bu Rasulullah'ın yalganını ayırışda bizni yalgancılarning qatoridan emas, Rasulullah'ın qatoridan o'rin ilishimizga nasib qilsin. Bizni iymanda sodiq, iymanda rasul, haqiqiy mujahid, haqiqiy sabr qiluvchilarning qatoridan qilsin va bizni iymonimizni shaklanmaydigan, shuncha zulmlarga uchrasak mı, Allah bizga chuqum yordam beradi deb iymanda mustahkam tura olgan haqiqiy mu'minlarning qatoridan qilsin. Shuning ishonishimiz kerakki, Alloh Taolo Qur'on Karimda deganda bizning oramizdagi saxtalar bilan raslarni ayırıp bo'lgandan keyin Allah Taala bizni büyük bir vazifaga, büyük bir sharafga muyassar qiladi. Allah Taala bizni ana shu sabr qiluvchilardan va Allah Taala bizni shu vazifaga o'zi rozi bo'lgan xizmatlarga muyassar qilsin. Herkes bu qiyinchilikda, bu imtihonda shalinib ketgan kishilarning qatoridan qilsin. Habbab ibn Ert Makkadagi hayotida ana shunday dahshatli azoblarga uchragan bo'lsa-mu, lekin Madinaga kelgandan keyin urushlar qatnashib nurg'ulg'an g'animat oladi. Keyin tijorat qilib nurg'ulg'an pul topadi. Madinadagi boylarning qatoridan o'rin oladi. Pullarning ko'p qismini Alloh yo'lida xarjlaydi. U Hazrat Ali davrida Hijriye 35-yili Iroqda vafot topadi. Uning namozini Hazrat Ali tushiradi. Allah Taala Habbab ibn Ertga rahmat qilsin. Allah Taala bizga Habbab ibn Ertga savrchanlik, chidamchilikni ato qilsin. İçimizdagi isyonni, iymoniy ojizlikni ko'tarvasinki, xuddi Habbab o'xshash Allohning yordamiga bizni shahid bo'lishni nasib qilsin. Sahobilar izidin, chaqnagan izzat nuri, o'tgan siqin idin, haq islomning tulquli.
Baş ekmez kafirlar şiddet bilen atseli Hemze Halit Museb'tek şir yücek ruhlarları